Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bu torf, oddiy torfga bu perlet. Perlet mana shu yirigi bu. Qalinrog'i, kamroq qo'shamiz. Bu vermikulit. Buni maydasi. Oldin men katta-kattasini ishlatganman. Juda ham kichkinasi ekan mana. Tuproqni qo'shilgan. Ehtiyot bo'lib ko'rib olinglar, bizga o'xshab aldanib qolmanglar. Ham torf qo'shilgan grammini ko'proq qilish uchun bunday qilib aldab sotishyapti. Bunaqa bo'lsa darrov qaytarib bering. Olmang demoqchiman. Unga keyin asmakot ham qo'shamiz ozgina miqdorda. Bu asmakot mana shunaqa bo'ladi, har xilchasi bo'ladi buni. Rangligi bor, rangsiz bor. Mana shuncha bo'ladi. Yana ham ko'payib ketdi. Yengilgina, yo'q, kerak emas qimorni. Qizim yordam bermoqchi bo'lyapti. Qo'lingni. Buni men ayol baxti guli uchun tayyorlayapman hozir. Ayolga baxti guliga hech narsa qo'shmang, boshqa hech narsa kerak emas. Biogumus ayol baxti guli juda ham yoqtirmaydi. Yomon ko'radi. Bu gulimiz ayol baxti guli chanqalgan, juda ham chanqagan. Bu qurib qolyapti baraklari nimagadir. Buni hozir ko'ramiz nima uchun qurayotganini. Sababini. Tomirlarini ko'ramiz. Tomirlari juda ham yaxshi turibdi. Faqatgina mana yaqinda ekilgan o'zi. Yaqinda ekilgani nimagadir tuvagi maydalik qildimi bilmayman, qurishni boshladi mana shu baraklari. Sarg'ayishni boshladi. Hozir buni bo'shatib olib boshqacha qilib ekamiz. Bunga ozgina biogumus qo'shilganda, shuni evaziga bu gulimiz quridi. Ayol baxti guliga biogumus qo'shish mumkin emas ekan. Qizlarjonlar, bizga o'xshab xato qilib qo'ymanglar. Ayniqsa eng yangi gulchilar xato qilishdi. Qo'ymang. Qurigan joylari bo'lsa, yaxshilab tozalab tashlang. Chunki chirib qolishi mumkin. Boshqa nimalarga ham, tomirlarga ham ziyon beradi. Iloji bo'lsa, mana shuni ekib qo'yavering. Hech qachon nima qilmang. Hozir bularni biz ikkovini bitta qilamiz, boshqa tuvakka olaman. Ikkovini bitta qilib ekaman. Kattaroq tuvakka. Mana bu gulim ham bor. Bu gulimda ham. Bu ham yangi ekilgan. Yangi ekilgan gullarim. Bu ham xuddi shunday. Mana shularni tozalab tashlaymiz. O'sha tomirlarga ham gulimizni tagiga teshilgan tuvagi. Men mana shu tuvakka ekishni niyat qildim. O'zi oldindan shu tuvakka ekmoqchi edim, tuvagim yo'qligi uchun eka olmay qolgandim. Buni to'kib olib, bir narsa esimdan chiqib ketdi. Penoplast solish. Bu havo aylanishi uchun solishimiz kerak. Ham suvni o'tkazishiga juda ham yordam beradi. Mana. Shunchagina solamiz. Ayol baxtini ochib ko'rganimiz ham yaxshi bo'ldi. Endi tomirlari chirishni boshlagan ekan. Mana shuni ham qo'yib, mana shuni ham sug'urib tashlaymiz. Bunisini shuni ekib olaman. Endi bemalol eksam bo'ladi.
Shunday qilib, cho'qqina qilib ekib olamiz. Olyapman degani eshitilib qoldi. Olyapman desa. Mana bunday qilib yaxshilab urib olinglarki, chunki joylashmagan tomirlarning ichiga joylashmagan tuproqlari joylash kerak. Yaxshilab urib joylashtirsangiz zo'r o'sa. Juda ham zo'r o'sadi. Mana shunday qilib ekib olib, endi uni men hammomda saqlayman, soya bo'lganligi uchun. Menga salqin joy, hammom qolgan uylarimiz issiq. Ora-oralariga ham qo'llaringizni tiqib bemalol qilib olishingiz mumkin. Unda egilib qolganlarni iloji yo'q, sindirib tashlaymiz. Chunki bu yoqni saqlab qolish kerak. Agar o'g'il tabletkasi bo'lsa, ustiga qo'yib qo'ying, xudo xolasa. Gullarimiz zo'r bo'lib o'sadi. Yaxshi qilibsan. Bo'ldi. Bugungi videomiz shulardan iborat. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr deb qolaman. Allohga omonat sizlar.